Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Bugungi misolimiz logaritm tenglik. Tengligimiz 8 ga teng ekan. Bu tengligimizdan ln a ko'paytirilgan ln b ni qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi navbatda bu yerda aniqlanish sohasini olishimiz kerak logaritmlar uchun. Unga ko'ra a ni qiymati 0 dan katta, musbat son bu yerdagi logaritmdagi b ni ham qiymati musbat son 0 dan katta bo'ladi. Va logaritm xossasini ishlatamiz. A logaritm s asos kira b teng b logaritm s asos kira. Mana shu xossa yordamida asoslarni bir xillashtirib olamiz. Xo'p, unga ko'ra a ln b ko'paytirilgan o'rin almashtiramiz xossaga ko'ra. A ln b. Xo'p, qo'shilgan bu yerdagini ham o'rnini almashtiramiz. A ln b teng 8. Misolimizni qulayroq ishlash uchun biz belgilash kiritib olamiz. Aynan bir xil bo'lganligi uchun qanaqadir x bilan belgilash kiritamiz. Qolgani ham o'z-o'zidan x bo'ladi. Natijada x ko'paytirilgan x qo'shilgan x qo'shilgan, ya'ni x teng 8 bo'lyapti. Hop, bu yerda x ko'paygan ximiz x kvadrat plus 2x teng 8. Keltirilgan kvadrat tenglamani endi yechimini ko'ramiz. X kvadrat plus 2x 8 ni olib o'tsak -8 teng 0. Yig'indisi -2, ko'paytmasi -8, Witt teoremasiga ko'ra ildizlar -4 bilan 2 ga teng bo'lar ekan. -4 va 2 larni o'sha belgilash kiritganimiz a ln b ga olib borib qo'yamiz. Birinchi, demak -4 ga olib borib qo'yamiz. A ln b teng -4. Xo'p, a musbat son bo'lganligi sababli aniqlanish sohasiga ko'ra yechimga ega emas, -4 ga teng bo'la olmaydi. Keyingi a ln b ni 2 ga tenglashtiramiz. Ana endi logaritm yuqoriga turgan darajadagi ln b ni pastga tushirish uchun ikki tarafni lnlayveramiz. Unga ko'ra lnlasak, hop, ln a ln b bu yerda ham demak ln 2. Yuqoridagi daraja pastga tushadi. ln b ko'paytirilgan ln a teng bo'ladi ln 2 ga. Xo'p, so'ralgan qiymat ln a ko'paygan ln b edi. Demak, natijamiz ln 2 ga teng bo'lar ekan.